bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Maktab yillari o'tdi birin-ketin, kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtin, ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Yong'in tumani ixtisoslashtirilgan maktab internat o'quvchisi Abdulaziz Jasurbek ta'lim sifatini yuqori bosqichga ko'tarish, yosh avlodni yuksak ma'naviyatli Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 Mana bugun biz Zomin tumani ixtisoslashtirilgan maktab internatining 11-B sinf o'quvchilari so'nggi qo'ng'iroq bayrami tayyorgarlik jarayonidamiz. Ushbu jarayon barchamiz uchun birdek hayajonli, shu bilan birgalikda og'riqli, chunki 3 yil birga yashagan, o'qigan sinfdoshlardan ajralish og'ir. Mana shunday vaziyatda mening sinfdoshlarim boshqa bir sinfdoshlarga va o'qituvchilarga o'zlarining dil izhorlarini izhor etadilar. Hurmatli sinfdoshlarim, bugungi so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Har doim yonimda bo'lganingiz, quvonchli va qayg'uli kunlarda meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun minnatdorman.
Baxt, omad va muhabbat sizlarni har doim hamrohingiz bo'lsin. Bugun biz uchun quvonchli, biroz g'amgin, ammo unutilmas kun. Har birimizni sabr, toqat, mehr-shafqat bilan tarbiyalab, ilm-hunar o'rgatganingiz uchun siz aziz ustozlar oldida chuqur ta'zimdamiz. Bizga ishonch bildirgan, yo'l ko'rsatgan, orzu-umidlarimizga hamnafas bo'lganingiz uchun rahmat sizga. Bugungi kunga kelib ortga nazar tashlasam, sizlar bilan o'tgan har bir kun quvonchli xotira, har bir lahza bebaho dars ekanligini angladim. Sizlar bilan birga o'sdim, yashadim, o'rgandim, ulg'aydim. Biz bir sinf bo'lib yig'ildik, endi esa bir oila bo'lib qoldik. Qayerda bo'lsa ham doim qalbim birgamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, tashladim. Aziz sinfdoshlarim, mana bugun biz hayotimizning eng muhim lahzalarini ortda qoldiryapmiz. Har biringizga keyingi hayotingizda omad va zafarlar tilayman. 25-may barchangizga muborak bo'lsin. Biz mana shu maktabda o'qidik, tahsil oldik. Endi har birimiz o'z yo'limizdan ketamiz. Sinfdoshlarim, barchangizni yaxshi ko'raman. Avvalambor aziz ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman. Ular bizni ezgulik yo'lida yetakladilar. Hamda aziz sinfdoshlarim, sizlar bilan o'tgan davr juda ham maroqli o'tdi. Do'stlik suhbatlari, sizlar bilan bo'lgan quvonchli kunlar hech qachon yodimdan ko'tarilmaydi. Sizlarni juda ham yaxshi ko'rishimni aytib qolaman. Hamda hammangizga sog'lik, salomatlik, baxt, omad, katta yutuqlar tilab qolaman. Дорогие мои одноклассники, желаю вам счастья и удачи. Пусть каждый день приносит вам радость и новые возможности. Я люблю вам. Aziz sinfdoshlarim, barchangiz qalbimda alohida o'ringa egasiz. Shu o'tgan yillar davomida juda ko'p vaziyatlarni boshdan kechirdik. Birga kuldik, birga o'rgandik. Ba'zan qiynalgan vaziyatlarimiz ham bo'ldi. Ammo o'sha vaziyatlar bizni haqiqiy do'stlarga aylantirdi. Bu daqiqalar uchun barchangizga rahmat aytaman. Kelajakda o'z orzularingiz uchun bardavom qadam tashlang. Hech qachon ortga chekinmang. Barchangizga o'tgan yillar uchun rahmat aytaman. Kelajakda omad va baxt tilayman. Birga o'tgan kunlarimiz, kulgu va qiyinchiliklar endi esda qoladigan yodgorlik bo'lib qoldi. Har biringizga omad tilayman, kelajagingiz porloq bo'lsin, mustahkam sog'liq tilayman. Orzularingizga erishing, yuragingiz pok bo'lsin, niyatingiz ezgu bo'lsin, do'stligimiz esa abadiy bo'lsin. Qadrli sinfdoshlar, sizlar bilan o'tgan ushbu 3 yil men uchun butun umrga tatigulik xotiralarni qoldirdi. Sizlar bilan qayg'uli va quvonchli kunlarda yelkama-yelka turdik. Har kuni yangi narsalar kashf qildik, o'rgandik, izlandik. Sizlarga bular uchun kattakon rahmat aytaman. Oradan 50-60 yillar o'tganda ham bir-birimizni mana shunday xotiralarimizni eslashlik, ilohim mana shunday davralar qurishlik bizga nasib qilsin. Bu uchun bu darajaga erishishimizga sababchi bo'lgan ustozlarimizga kattakon rahmatimni aytib qolaman. Maktabda o'tkazgan har bir lahza men uchun juda qadrli bo'ldi. Bu yerda o'rganganlarim umr bo'yi yodimda qoladi. Men mana shunday sinfdoshlar bilan o'qiganimdan juda baxtiyorman. Har biringiz menga do'st, hamroh bo'ldingiz. Yaxshi yomon kunda men bilan birga bo'lganingiz uchun chin dildan rahmat. Sinfdoshlarim, sizlarga kelgusi ishlaringizda katta muvaffaqiyat va omadlar tilayman. Aziz sinfdoshlarim, bugun biz bolaligimizni tark etib, yangi hayotga qadam qo'yar ekanmiz. Men sizlarga kelajakda omad va zafarlar tilayman. Men bu yerga kelib sizlar bilan do'stlashganimdan, ahil va inoq do'stlar orttirganimdan juda ham mamnunman va sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shu zaminda bizlarga dars berib, o'z mehnatini bizdan ayamagan ustozlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ayniqsa sinf rahbarimiz Ilyos Rahmatullayevich. Biz ularni juda ham qattiq xafa qilib qo'ygandik. Biz sizdan kechirim so'raymiz ustoz. Bugun biz hayotimizning muhim bir bosqichini ortda qoldiryapmiz. Yillar davomida birga o'qigan, birga kulgan sinfdoshlar, sizlar bilan o'tkazgan har bir daqiqa unutilmas bir xotiraga aylandi. Har bir dars, har bir tanaffus, imtihonlardagi hayajonlar bizni yaqinlashtirdi, bir oiladek qildi. Aziz ustozlar, sizlar bizga nafaqat bilim, balki hayot saboqlarini ham o'rgatdingiz. Sabr, toqatingiz va cheksiz mehnatingiz uchun tashakkur. Xayr, aziz maktab. Xayr,
xayr, beg'ubor bolalik. Bugun biz uchun juda muhim va ta'sirli kun. Bugun bolalik yillarimizga, ko'z yoshlarimizga, shodliklarimizga guvoh bo'lgan maktab bilan xayrlashmoqdamiz. Bu xayrlashuv shunchaki hayotimizdagi bir davrning o'tishi, yangi bir bosqichning boshlanishidir. Shunday ekan, mana shu bosqich boshlanishida barcha sinfdoshlarimga, barchangizga omad va baxt tilayman. Ulkan zafarlar, kelgusida barchangizga muvaffaqiyatlar tilayman. Shu yo'sinda o'qituvchilarimizga ham katta rahmat aytmoqchiman. Bizga bergan barcha bilimlaringiz uchun katta rahmat. Bizga sabr-toqat bilan yordam berganingiz, bizni mana shunday muvaffaqiyatlarga erishishimizga yordam berganingiz uchun kattakon rahmat. Qadrli sinfdoshlar, bugun bolaligimizning eng go'zal va samimiy kulgulari ortda qolmoqda. Biz maktabda 3 yil davomida birga bo'ldik. Qayg'uli va quvonchli kunlarimizni ham birga o'tkazdik. Va bu darajaga biz yetishimizda albatta sinf rahbarimiz Ilyos Rahmatullayevichning o'rni katta. Bu ustoz bo'lmaganda biz bu darajaga yetisha olmagan bo'lardik. Ustozni biz juda ko'p xafa qilganmiz va ustozdan bugun uzr so'ramoqchimiz. Sinfdoshlar, sizlarni ham qancha xafa qilgan bo'lsam, barchangizdan uzr so'ramoqchiman. Bugun esa katta hayotga qadam qo'ymoqdamiz va bu biz uchun og'irlik, chunki biz juda ko'p vaqt birga bo'ldik. Hammangizga kelajakdagi ishlaringizga omad va baxt tilayman. Qadri baland, qadrdon sinfdoshlarim, men bu o'tkazgan vaqtimni hech qachon unutmayman. Mana shu 3 yillik o'qish davrida biz barchamiz o'zimizning yaxshi niyatlarimiz ila boshladik va katta yutuqlarga erishdik. Endigi hayot yo'llarimizda ham aynan shunday bo'lishidan umidvorman. Albatta biz bir kun yana yig'ilamiz va o'zimiz xotiralarimizni eslaymiz. Bu xotiralarni aslo unutmaymiz. Har birimizning xotiralarimiz o'ziga yarasha bo'ldi. Har bir quvonchimiz bo'ldi. Uni orqasidan ozgina g'amginlik desam ham bo'ladi. Shunday voqealar ham bo'ldi. Barchamiz o'zimizga yarasha xulosa oldik. O'zimizni yo'limizni endi topmoqchimiz. Albatta katta yutuqlarga yana erishamiz va birga uchrashgan paytimizda hammasini eslab albatta kulamiz. Maktab oxirgi xotiralarimiz to'g'ri unchalik chiroyli bo'lmadi, lekin bularni albatta vaqt o'tgandan keyin unutamiz va kulib eslaymiz deb o'ylayman. Albatta biz o'zimizning yo'limizni topib olamiz va yo'llarimiz bir kun kelib tutashadi degan umiddaman. Barchangizni sog'inib qolaman. Siz ham meni sog'inib qolishingizdan umidvorman. Barchamiz kelajak yo'llarimizda omadli bo'lishimizni tilab qolaman. Aziz sinfdoshlarim, shu o'tgan 3 yillik o'qish davomida juda ko'p vaqtimizni birga o'tkazdik va shu o'tgan vaqt davomida sizlardan unutulmas xotiralar qoldi va bu xotiralar uchun sizlarga benihoya tashakkur bildirmoqchiman va kelajakdagi ishlaringizga kattadan katta zafarlar va muvaffaqiyatlar tilayman. Sinfdoshlarim, barchangizni yaxshi ko'raman. Bu vaziyatdan foydalanib, sizlar bilan o'tgan o'rin ajoyib bo'lganligini aytmoqchiman. Ammo nazarimda buni yetarlicha qadrlay olmadim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Qadrli sinfdoshlarim, mana biz ham maktabda bitiradigan paytimiz keldi va har birimiz o'zimizni yo'limizdan ketamiz, lekin bizni birlashtirgan bu maktabda o'tgan xotirlarimiz, sizlar bilan birga o'tgan vaqtlarim hech qachon unutmayman. Bizning sinfimiz bir oila edi va u yerda o'tgan xotirlarni hech qachon unutmayman. Men sizlarni hammalaringni yaxshi ko'raman. Mana mening sinfdoshlarim ham o'zlarining dil izhorlarini aytib oldilar. Mana shu 3 yil davomida menga shunday ajoyib xotiralarni berganligi uchun o'z sinfdoshlarimga, maktab ma'muriyatiga, o'qituvchilarga, maktab kollektiviga, bir so'z bilan aytganda mana shu maktabga chin dildan o'z minnatdorchiligimni bildiraman va sinfdoshlarimga o'z yo'llarida omad tilayman. O'z kasblarining eng yetuk mutaxassislari bo'lib yetishlarini tilayman va mana shunday ajoyib xotiralardan ularning hayoti davomida juda ham ko'plari bo'lishini tilab qolaman.
quvonch, ham shodlik bilan to'lgan, orzular qanotida uchayotgan yoshlar va farzandi quvonchiga sherik bo'lib kelayotgan aziz ota-onalar. Hurmatli prezidentimiz, dunyoda isbot talab qilmaydigan bir haqiqat bor. Har qanday mamlakat taraqqiyoti sog'lom va bilimli avlodga bog'liq. Shu bois yangi O'zbekistonda barpo etish yo'lida sog'lom, bilimli, teran fikrli, vatanparvar yoshlarni tarbiyalash uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz shart va zarur degan so'zlarning zamirida yosh avlodning baxti va kelajagi yotadi. Yoshlarimiz bu yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, ilm-fan, san'at va sportda qo'lga kiritayotgan yutuqlar barchamiz uchun g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Ijozatingiz bilan davramizga qalblarda yuksak orzular bilan mustaqil hayotga ilk qadam qo'yayotgan bitiruvchilarimizni tantanali ravishda taklif etsak. Marhamat. Oddiy va Ra'no. Abdullayev Sanjar, Bo'ronboyeva Mehribon. Abduraimov Sardor, Asadova Gulnoza. Mushtarov Oybek, Erkinova Shulafat. Abdullayev Mirzabek, Otinova Durdona. O'rolov Ibrohim, Malik va Marjona. Abdusamad Dilmurod, Olmatjonova Javharbek. Musaboyev Bekjon, Mamatqulov Yurtanov. Akramov Dilshod, Eraliyeva Fayoza. Pirimqul Kamron, Asrorova Guliroza. G'ofurov Sanjarbek, Noyorova Gulamzor. Otaqul
hayotga ko'zini tikib, quvonchdan elga tengdosh assalom. Assalom ona yurt, tonglar o'lkasi. Ta'rif tasvinging yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Aziz tadbir ishtirokchilari, bugungi kunda mamlakatimizda hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan ta'lim sifatini yanada oshirish, yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini kengaytirish va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha muhim islohotlar va amaliy ishlar olib borilmoqda. Juda to'g'ri ta'kidladingiz. Birgina yoshlarga yaratilgan sharoitlar tufayli o'quvchilar fan olimpiadalari va turli tanlovlarda yuksak o'rinlarni egallab kelmoqdalar. Ushbu natijaga erishishda bizga ta'lim bergan ustozlarning o'rni beqiyos albatta. Hozirgi navbatni Zomin tuman ixtisoslashtirilgan maktab internati direktori Jumayev Sherzod Shuhratovichga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar, qadrli mehmonlar va bugungi kunimiz yulduzlari, aziz bitiruvchilarimiz. Avvalo barchalaringizni butun diyorimiz bo'ylab tantana qilinayotgan ilm eng buyuk sharaf tadbiri bilan muborakbod etaman. Har bitta ortda qolayotgan o'quv yili bir tarix. Bu o'quv yili ham butun maktabimiz uchun ko'pgina muvaffaqiyatlar, salmoqli yutuqlar bilan esda qolarli yil bo'ldi. Qadrli bitiruvchilar, sizlarni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, mustaqil hayotga umringizni yanada go'zal va mas'uliyatli bosqichiga qadam qo'yayotganingiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Bugun oladigan umid va ishonch ramzi bo'lmish yetuklik shahodatnomalari barchangizga muborak bo'lsin. Fursatdan foydalanib, butun ongli hayotini yosh avlod tarbiyasiga bag'ishlagan jonkuyar ustoz o'qituvchilar, murabbiylar mehnatini ham ta'kidlab o'tishim shart. Ixtisoslashtirilgan maktab internatimizda ayni vaqtda eng yetuk va malakali 35 nafar kadrlar sizlarga turli fanlardan saboq bermoqda. Ularning mehnatini munosib rag'batlantirish, ish va turmush sharoitini yaxshilash, jamiyatdagi obro' e'tiborini oshirishda ham
katta ahamiyat qaratilmoqda. Taraqqiy topgan davlatlar tajribasi asosida maktab ta'limi uchun o'quv dasturi va darsliklar yangilanmoqda. O'quv yili davomida barchangiz maktab internatimizda yaratilgan sharoitlardan munosib foydalandingiz. Eng zamonaviy texnologiyalar, yotoqxona va zallar, o'quv qurollari va darsliklar sifatini ko'rdingiz. Bu kabi sharoitlardan unumli foydalanib, barchalaringiz o'zingiz xohlagan kasb va hunar egasi bo'lishingiz, nufuzli oliy o'quv yurtlarida talaba bo'lishingizdan shubha qilmayman. Shu o'rinda taklif etmoqchimanki, 2024-2025 o'quv yili davomida maktabimizda ko'plab yutuqlar erishildi. Jumladan bugungi kunda maktabimizda 317 nafar o'quvchi o'qiyotgan bo'lsa, shulardan 144 nafarida turli xil sertifikatlar, xalqaro va milliy sertifikatlar mavjud. Ulardan IELTS sertifikatlar soni 4 ta, SAT sertifikatlar soni 4 ta, CEFR sertifikatlar soni 92 ta. Umumta'lim fan milliy sertifikatlar soni 49 ta. Yana shu o'rinda aytib o'tishim kerak, may oyiga ham o'quvchilarimiz o'sha sertifikatlarga imtihon topshirgan. Jami 60 ta o'quvchimiz hozirda sertifikat javoblarini kutish arafasida. Umid qilamizki, Xudo xolasa, mana shu raqamlarimiz yana ham oshadi deb o'ylayman. Bundan tashqari o'quvchilar xalqaro va mahalliy fan olimpiadalarida faol ishtirok etib keladi. Shuningdek, 6 nafar o'quvchilar Flex dasturida ishtirok etishdilar. WMI xalqaro matematika olimpiadasi 3 nafar o'quvchi kumush va bronza medallari sohibi bo'lib, Malayziyada bo'lib o'tadigan final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishgan. Siamo, Timo va Aymis xalqaro olimpiadalarda ishtirok etib sovrinlar va pul mukofotlarini qo'lga kiritgan. 6 nafar o'quvchi Hippo xalqaro olimpiadasida ishtirok etgan va 1 nafar o'quvchi respublika bosqichida muvaffaqiyatli o'tib, Turkiyaga yo'llanmani qo'lga kiritgan. 6-sinf o'quvchilarimiz Irin xalqaro matematika va ingliz tili olimpiadalarida ishtirok etib, 100% respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishgan. Odiljonov Ibrohim Spelling Bee xalqaro olimpiadasida respublika bosqichi yo'llanmasi sohibi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ta'lim muassasalari o'quvchilar o'rtasida Rabat Coding olimpiadasining hududiy bosqichining 9-11 o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan olimpiadada bizning o'quvchilar har yili faxrli birinchi o'rinlarni egallab, respublikada ham munosib ishtirok etib qaytishadi. Shu bilan birga maktabimizning 8-sinf o'quvchilari Hamdamqulov Shamshodbek va Abdurahmonov Abdullohlar ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi 8-sinf o'quvchilar o'rtasida Rabat Coding olimpiadasining respublika bosqichida Zomin tuman ilmiy jamoasi mutlaq g'olibni qo'lga kiritib, Antaliyada bo'lib o'tgan Fibonacci olimpiadasida ham 4 ta yo'nalishda 2 ta 1, 1 ta 2 hamda 1 ta 3 o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Hamda yaqinda Italiyada bo'lib o'tishi kutilayotgan Rabat Coding olimpiadasiga ham yo'llanmani qo'lga kiritishgan. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi prezident ijod ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlarining Turon o'quvchilari teatr jamoalari o'rtasida teatr Ibrotxonadir shiori ostida o'tkazilgan teatr tanlovining viloyat bosqichida milliy an'ana va qadriyatlarni tarannum etgani nominatsiyasiga munosib topilib, 3-o'rinni qo'lga kiritganligi uchun Zomin tuman ixtisoslashtirilgan maktab internati taqdirlandi. Al-Xorazmiy nomidagi aniq va tabiiy fanlar olimpiadasining tuman bosqichi respublikamiz bo'ylab o'tkazildi va bunda O'ralov Muhammadaziz 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Respublika bosqichida ishtirok etib keldi. Karimqulov Islombek 2-o'rin, Abdug'ofurov Suhrob 3-o'rinlarni qo'lga kiritishgan. O'qituvchilarimizdan 2 nafari, kimyo o'qituvchisi Alimqulov Sirojiddin va fizika fani o'qituvchisi Ergashev Bobur Mirzolar 10-martdan 13-martgacha davlat va nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida faoliyat ko'rsatgan fizika va kimyo fani o'qituvchilari o'rtasida tashkil etilgan olimpiadaning respublika bosqichida ishtirok etib, yuqori natijalarni ko'rsatib kelishdi. Agentlik tizimidagi maktablarning o'quvchilari o'rtasida STEM fanlari olimpiadasining hududiy bosqichida Zomin tuman ixtisoslashtirilgan maktab internatining 10 nafar o'quvchilari faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Matematika fanidan 7-sinf Xo'rozov Kozim 1-o'rin,
Fizika fanidan 8-sinf Tursunqulov Otajon 3-o'rin. Kimyo fanidan 8-sinf O'razaliyeva Odina 1-o'rin, Muhiddinov Ruslan 2-o'rin. Biologiya 8-sinf Abdug'afforov Suhrab 3-o'rin. Biologiya 10-sinf Ismoilov Eldor 2-o'rin. Science fanidan 7-sinfda Erkinova Mohinur 2-o'rin. Informatika fani 6-sinf Mamatqulov Kamronbek 1-o'rin. Informatika fani 9-sinf Ergashev Tohir Malik 2-o'rin. Informatika fani 11-sinf O'rolov Ibrohim 2-o'rinlarni qo'lga kiritishgan. Zomin tuman Iqtisodchilik maktabi internat 8-sinf o'quvchisi Hamdonqulov Shamshodbek tuman bosqichida 1-o'rinni Shamshodbek Barkamol avlod bolalar festivalida robototexnika yo'nalishida tuman bosqichida 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Zomin tuman Iqtisodchilik maktabi internat 8-sinf o'quvchisi Odiljonov Ibrohim Barkamol avlod bolalar festivalida ingliz tili fani yo'nalishida tuman bosqichida 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Zomin tuman Iqtisodchilik maktabi internat 8-D sinf o'quvchisi Baratullayev Fozil sportning erkin kurash turi bo'yicha Zomin Open xalqaro musobaqasida o'z vazni bo'yicha kurash tushib, birinchilikni qo'lga kiritdi va medal, oltin kamar va $1000 pul mukofoti bilan taqdirlandi. O'zbekistonda o'tkazilgan AIMO xalqaro matematika olimpiadasining respublika bosqichida 6-sinf o'quvchisi Ikromjonov Mardonjon faol ishtirok etib, kumush medali bilan taqdirlandi. Tugallanayotgan o'quv yilini sarhisob qilar ekanmiz, keyingi yilda bundan-da yuksak natijalarni qo'lga kiritishni rejalashtirganmiz. Yangi o'quv yilidan o'quvchilar fan olimpiadalariga va tanlovlarda tayyorlash, o'quvchilar orasida ijodiy raqobat muhitini yaratish, iqtidorli o'quvchilarni saralash va rag'batlantirishga qaratilgan bir nechta yangi loyihalar amalga oshiriladi. Yagona maqsadimiz sizning sifatli ta'lim olib, jamiyatda o'z o'rningizni egallashingiz uchun mustahkam foydalar yaratishdan iborat. Qadrli o'quvchilar, siz yangi O'zbekistonning kelajagisiz. Maktabimiz ravnaqi, uning jahon ayvonida o'z nufuziga ega bo'lishi sizning salohiyatingiz va bilimingizga bog'liq. Shunday ekan, hech qachon bilim olishdan to'xtamang. Ilm-fan cho'qqularini zabt etishdan cho'chimang. Ortingizda sizga yuksak va ishonch va umid bilan temirib turgan ota-onangiz, ustozlaringiz, vataningiz borligini aslo unutmang. Barchangizga ishda va o'qishda, shaxsiy hayotda katta yutuq va omadlar tilayman. Doimo sog'-omon bo'ling. Intilib, izlanib yashashdan aslo to'xtamang. Baxt va omad hamisha hamrohingiz bo'lsin, aziz bitiruvchilarimiz. Holatda ana endigi so'z navbatini tuman hokimi o'rinbosari Sardor Furqatovich Anvarovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor muhtaram ustozlar, qadrli yoshlar, qadrli ota-onalar. Sizlarni maktab ta'limi muvaffaqiyatli tugatib, mustaqil hayotga, umringizning yanada go'zal va mas'uliyatli bosqichiga qadam qo'yayotganingiz bilan chin qalbdan muborakbod etaman. Mamlakatimizdagi barcha umumta'lim dargohlarida so'nggi qo'ng'iroqlar yanglab qadrdon maktabingiz, mehribon ustozlaringiz bilan xayrlashuv tadbirlari o'tkazilayotgan ushbu quvonchli va g'oyat hayajonli damlarni hammangizni kelgusi hayotda ulkan yutuq va omadlar tilayman. Umid hammalaring grant asosida o'qishlarga kirib ketishlaringda muvaffaqiyat tilab qolaman. Tabriklayman. Ijozatingiz bilan navbatni 11-sinflarning badiiy chiqishiga bersak. Marhamat. Biz sinfdosh bo'ldik, sinfdosh masterdosh bo'ldik. Nahot bugun begona bo'ldik. Sizni sog'inaman aziz sinfdosh. Ulug' ilm ildizi sizda mujassam. Turli xil sohadan berasiz ta'lim. Uni tinglaganda kichik jism ham yetuk inson kabi o'zgay muallim. Qalbingizda doim ilm porlaydi. Go'yoki u nur kabi bizni chorlaydi. Siz mening tundagi yorug' yulduzim, nurli kunduzimsiz aziz muallim. To'xtab qolsin soat nurlari, chalinmas qolar sho'xlik yillari, chalinmasin so'nggi qo'ng'iroq. Nahot boshqa yo'limiz Zinhor ko'rmayin ko'zlaringda nam. Sen uchun porlasin ko'klarda quyosh.
hayotning qalami bilan. Oftobga o'xshagan suratingizni shogirdning sho'x to'la olami bilan ta'riflab berolsaydim qudratingizni. 11 yilda 11 mingta quvonch uzatish, sarguzashtlar xotiradan ketmaydi albatta. Asta yo'qoldi. Bolalik ketdi-yu, sho'x suhbatlarda uni kula-kula eslamoq qoldi. Maktab olib keldi sho'x yillarimiz. Bo'ldi endi boshqa o'z yo'llarimiz. Yonimda bo'lsang-da to'xtamaydi yosh. Xayr endi, xayr aziz sinfdosh. Quvonchlarim cheksiz biroq, ayriliqdir og'irroq. Yuraklarga larza solar har on so'nggi qo'ng'iroq. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni, chala qolgan jo'shqinroq. Qayda bo'lsak esda bo'lsin, hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Vatan mehri ulg'aytirdi, oq yo'l bering bizlarga. Ta'zim ila rahmat deymiz, jon ustozlar sizlarga. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni, chala qolgan jo'shqinroq. Qayda bo'lsak esda qolsin, hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Endi navbatni 2024-2025 o'quv yilida fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlar va sport musobaqalarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni olgan va o'zining namunali xulqi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'la olgan o'quvchilar, shuningdek jonkuyar, ijodkor o'qituvchilarni maktab ma'muriyatining faxriy yorliqlari bilan taqdirlash marosimiga beramiz. Ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Zomin tumani ixtisoslashtirilgan maktab internati 8-A sinf o'quvchisi Abdurahmonov Abdulloh 2024-25 o'quv yilida ko'plab yutuqlarga erishganligi hamda eng namunali va ilg'or o'quvchisi nomiga munosib ko'rganligi uchun taqdirlanadi. 8-A sinf o'quvchisi Hamdamqulov Shamsobbek ham eng namunali va ilg'or o'quvchisi nomiga munosib ko'rganligi uchun taqdirlanadi. Eng namunali va ilg'or o'quvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun 9-A sinf o'quvchisi Ergashev Tohir Malik taqdirlanadi. 9-A sinf o'quvchisi Komiljonov Ozodbek eng namunali va ilg'or o'quvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun taqdirlanadi. Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan STEM fanlari olimpiadasining viloyat bosqichida 10-sinflar o'rtasida biologiya fanidan faxrli 2-o'rinni egallaganligi uchun Ismoilov Eldor Allaberdi o'g'li 2-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Sinflar o'rtasida informatika fanidan faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritganligi uchun Ergashev Tohir Malik Qodir o'g'li 2-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Yana Tohir Malik. 11-sinflar o'rtasida informatika fanidan faxrli 2-o'rinni egallaganligi uchun O'rolov Ibrohim G'ulom o'g'li 2-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Geografiya olimpiadasining respublika bosqichi ishtirokchisi 11-sinf o'quvchisi Dushaboyev Bektosh yilning ilg'or o'quvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun taqdirlanadi. Bektosh 2024-25 o'quv yili mobaynida o'zining namunali xulqi va blok test liderligi bilan boshqalarga o'rnak bo'lganligi uchun 10-A sinf o'quvchisi Rahmon Berdiyeva Sevara ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Xuddi shunday 11-B sinf o'quvchisi Yorqinova Marjona ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. 11-A sinf o'quvchisi Pirimqulov Kamronbek ham taqdirlanadi. 11-B sinf o'quvchisi Jo'raqulova Komila faxriy yorliq
barchaga o'rnak bo'lganligi uchun 11-asr o'quvchisi Malikova Marjona ushbu faxriy orden bilan taqdirlanadi. 9-asr o'quvchisi Rahmatova Dilraboning ota-onasi ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Rahmatova Dilrabo. 9-asr o'quvchisi Toshmurodova Hosila. 9-B sinf o'quvchisi Pirimqulova Mohidil. 9-B sinf o'quvchisi Avvalboyev Asadbek. 10-A sinf o'quvchisi Ahmedov Shohjalol. 10-A sinf o'quvchisi Joniqulov Nodirbek. 10-B sinf o'quvchisi Lapasova Zarina. 10-B sinf o'quvchisi Sayfullayev Og'abek. 11-A sinf o'quvchisi Abdunabiyev Mirzabek. 11-A sinf o'quvchisi Otaqulov Qosimning ota-onasi ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Eshqo'ziyeva Mahfiramning ota-onasi ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Ana kelyapti aka. B sinf o'quvchisi Ermatov Bahrombekning ota-onasi ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Rasm yoptirib. Sportning armlesting turi bo'yicha kichik o'smirlar, yoshlar va kattalar o'rtasida Jizzax viloyat chempionati 10 qo'l 60 kg vazn toifasida faxriy 3-o'rinni egallaganligi uchun Norbo'tayev Ro'zibek taqdirlanadi. Sportning armlesting turi bo'yicha kichik o'smirlar, yoshlar va kattalar o'rtasida Jizzax viloyat chempionati 10 qo'l 55 kg vazn toifasi g'olibi Absamadr Dilmurod 1-darajali diplom bilan taqdirlanadi. To'garak a'zolar o'rtasida o'tkazilgan Barkamol avlod bolalari festivalining xorijiy tillar yo'nalishida Language Learning ko'rik tanlovida
Zomin tuman bosqichida faxrli birinchi o'rinni egallaganligi uchun Odiljonov Ibrohim Oybek o'g'li birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Barkamol avlod bolalar festivalining Zomin tuman bosqichining texnika, konstruktorlik va modellashtirish yo'nalishi robotlar jangi tanlovida faxrli birinchi o'rinni egallaganligi uchun 8-asr o'quvchisi Hamdamqulov Shamshod Bobomurod o'g'li birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Xabaringiz bor, bu yil ilk marotaba maktab o'quvchilari o'rtasida Turon teatr ko'rik-tanlovi bo'lib o'tdi. Ushbu yangi loyiha yoshlarimizni o'z salohiyati va iste'dodlarini namoyish etish uchun zo'r imkon bor deb baralla ayta olamiz. Hozir maktabimizda tashkil etilgan Turon teatri a'zolariga navbatni beramiz. Marhamat. Tadbirimizni boshlaymiz. Sizni yaxshi ko'raman. Bugun maktabni tark etaman. Agar o'qishga kirolmasam, kuch yaratmayman. Endigi navbatda 10-sini o'quvchilar tayyorlagan musiqa chiqishiga beramiz.
Shu munosabat bilan hurmatli bayram tadbir ishtirokchilari, navbatni maktabimizning 11A sinf o'quvchilari ijrosidagi chiqishga beramiz. Marhamat.
Endigi navbatda esa maktabimiz direktori Jumayev Sherzod Shuhratovich va o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Ermakova Ziyoda Erkinjonovnani taqdirlash uchun davramiz markaziga taklif qilamiz. Marhamat. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Zomin tumani ixtisoslashtirilgan maktab internat o'qituvchisi Abdulazimov Jasurbek ta'lim sifatini yuqori bosqichga ko'tarish, yosh avlodni yuksak ma'naviyatli, mustahkam, irodali qilib tarbiyalashda munosib hissasi va 2024-25 o'quv yilining eng lider o'qituvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun taqdirlanadi. Shavshot Abdulloh sizlarga kelinglar. Abdulloh hurmatli ota-onalar, yana bir bor eslatib o'taman, boya ham aytib o'tdim. Mana shu o'quvchilarimiz, mana shu ustozning boshchiligida Raba Coding olimpiadasida xabarlaring bo'lsa kerak, hammamiz xabarimiz bor. Buni ko'p marta internetda ham yoritdik, maktabda ham juda ham ko'p tabrikladik. Yana baribir bugun ham alohida bir shularga rahmat demoqchimiz. Jamoamiz nomidan arzimagan bo'lsa ham sovg'alar taqdim qilyapmiz. Bularni qilgan ishlari nafaqat maktabimiz, balki tuman, viloyat, butun bir O'zbekistonda nüfuzini o'sha yangi paydo bo'layotgan robototexnika fanida yuqoriga ko'tardi. Bayrog'imiz yuqoriga ko'tarib qaytishdi. Antaliya davlatida bo'lib o'tgan xalqaro olimpiadada ishtirok etib, bitta ikkinchi va bitta uchinchi o'rindan qo'lga kirib kelishdi. Bu biz uchun ham katta faxr. Mana shu 3 yil davomida erishgan eng katta yutug'imiz mana shu bo'ldi bizda. Bundan keyin ham qolgan ustozlardan ham, qolgan o'quvchilardan ham xudo xolasa kutamiz. Bundan da katta yutuqlar bo'ladi. Yaqinda mana shu 2025-yil o'tkazib kutilayotgan Italiyada bo'lib o'tadigan robototexnika olimpiadasiga ham xudo xolasa borib munosib ishtirok etib kelishadi. Jasurbek, yana bir marta omad. Rahmat sizlarga. Bo'shashtirmaymiz. Shu oldi mana shu qanday bo'lgan bo'lsa, bundan yuqori narsaga erishishni tilab qolamiz. Rahmat sizlarga yana bir bor. Mehnatlaringiz rozi bo'linglar. 2024-25 o'quv yilining eng mehnatsevar va ilg'or o'qituvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Alimqulov Sirojiddin taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng namunali o'qituvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun O'razaliyev Ravshanbek taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng namunali o'qituvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Qayumov Sanjarbek taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng mehnatsevar va ilg'or o'qituvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Ergashev Boburbek taqdirlanadi. Hammasi bo'ladi. 2024-25 o'quv yilining eng mehnatsevar va ilg'or o'qituvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Jabborova Xolida taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng mehnatsevar va ilg'or o'qituvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Yusupov Abdulazizbek taqdirlanadi. 2024-25
Fayzullayev Ilyosbek taqdirlanadi. O'quv yilining eng mehnatsevar va ilg'or o'qituvchi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Yaxshiboyeva Kamola taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng mehnatsevar va ilg'or o'qituvchi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Xo'rozov Islombek taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng ijodkor o'qituvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Absattorova Gulchehra taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng faol o'qituvchisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Rahmonova Malika taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng faol sinf rahbari nomiga munosib ko'rilganligi uchun Abdukarimov Behzod taqdirlanadi. 2024 ko'tarish yosh avlodni yuksak ma'naviyatli mustahkam iroda qilib tarbiyalashda munosib hissasi va 2024-25 o'quv yilining eng tashabbuskor xodimi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Qarshiboyev Otamurod taqdirlanadi. O'quv yilining faol xodimi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Axborot kutubxona markazi xodimi Hamidova Zamira taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng namunali tarbiyachisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun To'rayeva Fosima taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng namunali tarbiyachisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Hojjiyeva Ra'no taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining eng namunali tarbiyachisi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Anarboyev Iskandar taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining fidokor xodimi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Hamdam va Shohida taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining fidokor xodimi nomiga munosib ko'rilganligi uchun O'sarova Barno taqdirlanadi. 2024-25 o'quv yilining fidokor xodimi nomiga munosib ko'rilganligi uchun Eshmamatova Gulchehra taqdirlanadi. 25 o'quv yilida yoshlarga vatanparvarlik ruhini singdirish, ularni yuksak g'oyaviylik, ma'naviy poklik va fidoyilik ruhida tarbiyalash yo'lidagi ibratli mehnati uchun maktabimizda vatanparvarlik, fuqarolik burchi, jasorat kabi tushunchalarni singdirish yo'lidagi mehnatlari uchun Qo'shmonov Xayrulla Isroilovich yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalaganligi uchun medali bilan taqdirlanadi. Съемки оформим.
ovoz. Orom ber bu dillar uchun, zo'r tilagin sizga qo'ng'iroq bildiradi olis yillar uchun. Bu vatanning hur maskanida sizni kutar go'zal tinch zamon. Biz ham bu kun tilak aytamiz, mard yo'l oling kelajak tomon. Endigi navbatimizni Ota-onalar qo'mitasi a'zosi bo'lmish 11-sinf bitiruvchining onasi Feruza Yo'ldoshevaga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Rahmat so'z berganlaringiz uchun. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar, ota-onalar, xodimlar va shirindan shakar bitiruvchi bolajonlarimiz. Bugun Zomin tumani ixtisoslashtirilgan maktab-internatning 2-qadrg'oshlari bitirmoqda. Shu qadrg'oshlarimiz ichida mening o'g'lim ham bor. Ana shu chiroyli maskanda o'qib tarbiya topayotganligi uchun eng zo'r imkoniyatlarni qilib bergani uchun avvalambor davlatimizga rahmat aytmoqchiman va davlatimiz rahbariga, ya'ni prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Qolaversa shu maskanimiz direktori Sherzodjonga rahmatimni aytmoqchiman. Shu yerda ta'lim bergan ustozlarning barchasiga rahmatimni aytmoqchiman. Chunki men o'zim kutgan natijalarga erishdik. Bolajonim olgan yutuqlarini hammasini zamirida sizlarni miyozatlaringiz yotibdi. Men sizlarga ko'p rahmatlar aytaman. Shu yerda ishlayotgan ishchi xodimlarning barchasiga, kutubxona ma'muriyatiga, oshxona xodimlariga, tarbiyachilarga, hammasiga o'zim nomimdan, shu yerda o'tirgan ota-onalar nomidan hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu o'rinda aytmasam bo'lmaydi. O'g'limning yutuqlarida erishayotgan muvaffaqiyatlarida hammasini zamirida ustozlarni Ma'rufjon, Islomjon, Abdullajon, Sirojjon, sizlarning yutuqlaring. Meni bolamning yutug'i sizlarning yutuqlaring. Alloh rozi bo'lsin. Xudo bergan umrni sermazmun, serdavlat qilib o'tkazing. Hamisha omad yor bo'lsin ishingizda, oilangizda, tinchlik, totuvlik tilayman. Ustozlarga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Bolajonlarimizga esa hammasiga 100% oliy o'quv dargohiga kirishlarini so'rayman. Tilayman. Hammasi grantlarda o'qishga kirsin. Tabiiy fan o'quvchilari hammasi menimcha vrach bo'lsa kerak. Hech kimni vrachlarga tushmasin. Lekin agar bular vrach bo'lib yetishsa, hammasini xonasiga mana shu ustozlarimizning mehnati uchun eshigini tepib kirib borish nasib qilsin. Hammasiga. Hammasi uchun rahmat. Katta rahmat. Bayram ishtirokchilari, ruxsatingiz bilan 11-B sinf o'quvchilarining chiqishlaridan bahramand bo'lsak. Marhamat. Yürüp hayran
farzandining baxtu kamolini ko'rishdan quvonch bo'lmasa kerak. Maktab bitiruvchilari tomonidan ota-onalarga atalgan badiiy chiqishlarimiz ham bor. Ularga navbatni bersak. Sizga o'xshamadi o'g'lingiz. U erkaroq, o'jarroq yana.
ayting nima istor ko'nglingiz? Nima yegingiz kelyapti ona? Palovmi yoki ser, go'sht, norinmi? Hech tortinmay ayting barini, boyingizga sochay borimni, nima yegingiz kelyapti ona? Bolam, yuravermang. Har narsaga kuyunavermang. Bo'ldi, shu pensiyangizni hech kimga bermang. Hamma o'z qadrini bilyapti ona. Endi og'iz oshiga yetganda, oshqozonga botar demangda. Axir topib keldingiz-ku bizlar yeganda. Bu hayot shunaqa ekanda. O'ylab emas, o'ynab yeng siz ham. Sal gerdaying, bolam topib keldi deysiz ham. Biz siz luqma totmadingiz. Lek yog'li oshlar yedik siz ham. Bolamanda hali ham bola. 1-2 so'm oshirganim bor. Yuring ketdik, boramiz bozor, imkonim bor, ayting bemalol, nima kiygiz kelyapti ona? Bolam qo'y deysiz. O'zing yeb ham o'zing to'y deysiz. Muncha meni g'amimni yeysiz, men qolib hatto bolamni deysiz. Bolamanda hali ham bola. Qarshimdagi munis azizam. Maylimi bir gapimni aytsam, negadir zo'r yozolmayapman, zo'r yurolmayapman. Menga nima bo'lyapti ona? Ko'p yig'lagim kelyapti ona. Shu yo'sinda kunlar o'tyapti. Dardim meni sekin yutyapti. She'r yozilgan daftarni yopdim, yana qaytib o'sha o'qishimga chopdim. Hayot yo'llarimda o'zimga 1-2 nom topdim. Mashhur o'g'il, bemehr bola. Yuragimdan ketkazib g'ubor, bolam sen yaxshisan deng bir bor. Atrofingizda bo'lib parvona, sizni rozi qilay deyman-da ona. Sizni rozi qilay deyman-da ona. Anam bir sinfga bos. Ne yaptım o? Maktab dargohini tark etar bu kun, yangi hayotga ham qo'yishar qadam, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Sekin.
Thank you.
Bugungi sizlar uchun tashkillashtirilgan so'nggi qo'ng'iroq tadbiri o'z nihoyasiga yetdi. Barchangiz uchun rahmat. Now